Sherzod aka, odamlar orasida bankda qora ro'yxatiga tushsang 10 million to'lashing kerak, bu qora ro'yxatdan chiqishing uchun degan gap borda eshitganman. Shu rostmi? Qora ro'yxatdan chiqish uchun 1 so'm ham to'lash shart emas. Chunki qora ro'yxat degan tushunchani o'zi yo'q. Aslida kredit tarixi degan tushuncha bor. Kredit tarixi bu qarz oluvchi va qarz beruvchi kredit tashkiloti, xususan banklar o'rtasidagi qarz va moliyaviy munosabatlar jamlangan ma'lumot hisoblanadi. Bu ma'lumotda qarz oluvchi qaysi kredit tashkilotlariga kredit yoki qarz olish uchun yuborilgan arizalari, qaysi muddatlarda yuborgan, qanaqa summalarga yuborgan, hozirgi kunda qanaqangi kredit va qarzlari bor, bu qarzlar bo'yicha to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshiradimi, kechikishlar bormi, agar kechikishlar bo'lsa bu qancha summani va qancha kunni tashkil qiladi, kimga kafil bo'lgan, shu va yana shunga o'xshagan ko'plab ma'lumotlar jamlangan bo'ladi va kredit tarixidagi ma'lumotlar 5 yil davomida saqlanadi. Agar siz masalan bu oygi kredit to'lovingizni kechiktirsangiz va keyingi 5 yilda istalgan bankka kredit olish uchun ariza yuboradigan bo'lsangiz, bugungi to'lovlarni kechiktirgan kunlaringiz shu yuborgan arizangizga rad javob berilishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu kredit tarixini yaxshilashi eng to'g'ri va oson yo'li bu kredit to'lovlarini o'z muddatida va muddatdan oldin amalga oshirish hisoblanadi. Agar kimdir sizdan kredit tarixingizni yaxshilab beraman, qora ro'yxatdan chiqarib beraman deb pul so'ragan bo'lsa, ularga ishonmang. Bular katta ehtimollik bilan firibgarlik hisoblanadi. Sherzod aka, menimcha bizlarni kuzatib turgan ko'pchilikga juda foydali ma'lumot bo'ldi. Agar sizlardan ham kimdir qora ro'yxatdan chiqarib berish evaziga pul talab qilgan bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Katta ehtimol bilan ular firibgar bo'lishadi. Shunaqa foydali ma'lumotlarni bilishni va o'tkazib yuborish istamasangiz, bizning sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.